imzo saytga girdim. Bir de başından elektron kalit alış. Ariza şeklini doldurur. Bir de öz cismaniyede duradi. Yürüyeceğe otursak sir so'raydi, keyin shir so'raydi. Biz cismaniyada olamiz. Bera shirimizni tashlab beramiz. Shir telefon nomer. Birdagi kodni teramiz 8PFAP. Keyingi qadam. SMS keladi telefon nomerimizga. 38673 38673 tasdiqlash. Paynet ilovasidan ishuvchi shir bo'yicha to'lov qilamiz. To'lov qilgandan keyin yana bu yerda pul ko'rinadi gap bo'yicha bersak. To'lov qildim. Keyin endi bu yerda hozir imtiyozlarimiz yo'q. Bu yerda endi ariza to'g'riligini tekshiraman. Undan keyin QR kodni shakllantirishni bosaman. QR kod shakllandi. Endi hozir telefonda davom ettiraman. Telefonda soliq programmasiga giraman. Hozir telefon programmasiga giraman. Telefon programmada zapis etaman, modelini tashlab beraman. Shu o'rinda pauza berib turasizlar. Telefondan ko'rib berasizlar. Keyin yana davom ettirasiz. Hozir pauza berib turaman. Face ID'da o'tdim. Endi shuni chiqadi. Face ID orqali tasdiqlandi. Bu yerdan kalit yaratishni bosaman. Kalit yaratilmoqda. Endi ish o'rnida men parolni teraman. Parolni ham ko'rsataman hozir. Показать parol qilmay. Bu yerda C diskda turibdi. C diskga saqlanib ketadi bu endi. C diskda DSK, STM, papka, keyin ham od bilan tushadi. Oxiri bu fix bo'ladi. Endi bu yerda 2 dona katta harf, 2 dona kichkina harf bo'lishi kerak. Keyin raqamlar bo'lishi kerak. 10 dona belgidan kam bo'lmasligi kerak. Shu hammasi. Harf, raqamlar hammasi. Lekin kamida 2 katta harf, 2 dona kichkina harf, keyin raqam bo'lishi kerak. Endi men katta harf, kichkina harf. Men parolni terib turibman. Bu yerda yana tasdiqlayman. Keyin OK'ni bosaman. Hozir kutib turaman o'zi. Galishga beradi. Bu yerdan kalit yaratildi dedi. Kalit aktivlashtirildi. Bo'ldi. Yangi telefon nomerimizga SMS ham boradi. Sizda shunday kalit yaratildi. Telefon paroli shunday bo'ldi deb o'z SMS ham borib turadi. Shu bilan elektron ключ yaratildi. Endi buni neden tekshiramiz? Kompyuterga giraman. Bu yerdan C disk bosaman. Bu yerdan DS case. Giraman. Yana birinchi turibdi. Buni ko'rsam, mana vaqt 11-mart 23:22 da. 7 kilobayt bo'ladi razmeri. Yana bu yerda ключni oldi. Shuning ko'rinishida bo'ladi ключ olish. Keyin Face ID'da o'tacak vaqtimizda shunday muammolar bo'ladi. Telefonimizning kamerasi yaxshi bo'lmasa, o'tmaydi. Yana boshidan skaner etib, boshidan o'tish kerak. Yorug'roq joyda bo'lishi kerak, yoqtiroq. Agar qorong'iroq joyda bo'lsa, o'tmaydi. Shu o'rindan hisob olish kerak.